Aziz ko'rganlar, bugun biz Olmaota shahri joylashgan Dolan Uyg'ur milliy usul maktabiga keldik. Bugun biz tanishmoqchi bo'lgan bu san'at bog'chasi Qozog'iston Olmaota shahri, ya'ni Uyg'urlar zich o'ltiraqlashgan Sultan qurgan mahallisidagi Dolan Uyg'ur milliy usul maktabi. 2016-yili yanvarda qurilgan bu maktab hozir 80 dan ortiq yaşı 6 yoshdan 25 yoshga bo'lgan Uyg'ur bolalari 7 guruhga bo'linib, kichik, o'rta, cho'nglar sinflarida ta'lim olmoqda. Aldı bilen Dolan Uyg'ur usul maktabining qurg'uvchisi, talantli usulchi Baxtiyor Emin efendi bilan tanishib chiqaylik. Amdila 20 necha yoshning qarsini olgan bu yigit Qozog'istonning Olmaota oblasti Uyg'ur noyasi Cho'ng Aqsuv yezida tug'ilgan. Men o'zim usul kasbini yaxshi ko'rganligim uchun hayotimni usul kasbiga adadim deydi Baxtiyor. 9-sinfni bitiribla o'z yurtidagi kasbiy usul maktabida ta'lim olib, shu jarayonda u ko'plagan o'yin qo'yish fursatiga erishib, asosda tunilishga boshlaydi. Keyincha Orzu ansamblida bir mezgil bosh usulchi rollarni oldi. Keyin ansamblning yetakchisi, ya'ni Baxtiyorning birinchi ustozi Halima muallim bu o'quvchisining alohida talantligini bayqab, uni Olmaotadagi Iroda ansambliga tunishtirdi. Şunun bilan uning Olmaotadagi usul hayotini boshlandi. 1 yil o'tgandan keyin Baxtiyor uchun vatanga 1 yil o'qish fursatimi bo'ldi. Baxtiyor bu g'animat fursatni chon tutib, vatanimizdagi danglik usulchi o'qituvchilardan ta'lim oldi. Qozog'iston qaytgandan keyin Iroda ansamblida o'z talantini texnik namoyon qildi. 2016-yili yanvardan boshlab Baxtiyor keyingi avlodlarni usul kasb bilan tarbiyalash uchun nurg'ulg'an qiyinchiliklarni yengib, bu muqaddas vazifani jon dili bilan boshlaydi. Shuningga yarasha Uyg'ur ota-onalar bolalarini bu maktabga go'zal armonlarni pukib, yomg'ir, qor demay usul maktab o'qitishga boshlaydi. Darvaqa bolalarning ko'ngil qo'yib tarbiyalashi va qiyda qilib o'rganish bilan nurg'ulg'an natijalarga erishdi. Ota-onalarning hadig'imi chiqdi. Sinonlar? Qancha yoshda? 10 yoshda. Usul o'rganishga kiribsan? Qancha yil usul o'rgangan? 4 yil bo'ldi. 4 yildan buyon biror tomon qoldirma harakatka qilyapsanmi yaqinda? Albatta, usul o'rganganlar, natija baliqlar, sahna chiqqan vaqtlarda yeni kiyimdan Uyg'urlarga xos kiyimdan kelgan vaqtlarda Uyg'ur xuloqlar shunday taxminlar bo'layman, shunday qilaman. Mana hozir ko'rayotganlardek bu usullarni polo deyman-a. Naydi mardona jigitlarda o'yinlar, sizlarni suyundim, rahmat. Texnik o'tirishinglar bilan menimcha ishqinglarni aytdi, hamma kichik qo'tsizlar. Qancha yoshda? Isming nima? İdris. Qancha yoshda? 8 yoshda. Sinovchi bilan? Amal. Qancha yoshda? 7 yosh. Yaxshi, barakalloh. Hammanglar xushhalmi? Hammanglar usul o'ynashni yaxshi ko'ramsizlar?
Men sizlardan bir savol so'rab baqay. Ismingiz nima? Gulmina. Gulmina, qancha yoshga kirdingiz? 8. O, 8 yoshga kirdingiz. Usul o'ynashni yaxshi ko'ramsiz? Qancha yil bo'ldi usul o'ynagani? 1 yil bo'ldimi? Yaxshi o'ynay oladigan bo'ldingizmi hozir? Ha, yaxshi. Dolan Uyghur Milliy Usul Maktabdagi umah farzandlarimizning ota-onalari bilan suhbat bo'lamiz. Tövəndə ota-onalarning yurak so'zini anglab baqayli. Kelganimizga qilgani 4 yil bo'ldi. Dolan ansambliga qurilganiga 4 yil bo'lgandan beri biz qo'shildik. 3 bolam keladi. Mana Dolan ansamblida 2 o'g'lim ham qizim bor. Yaxshi nimdagi darajalarga yetyapmiz ansambl Dolanda. Hamma yaxlar beryapmiz. Faqatla Almatada shahar bilamiz. Astana shaharlariga bordik. Egizik Qirg'iz mamlakat qo'sh mamlakatlarga beryapmiz mana. Berib keldik yaxshi. Albatta, bolalarda mushlab Uyg'ur usulini o'rganish jarayonida Uyg'urlik kimligini texnik oshgan bo'lishi mumkin. Shundaymi? Shunday, to'g'ri deysiz. Bolalarning o'zimizniki milliy usulni o'rgatib mana cho'ng darajalarga yetkazganға o'sha niqobimiz ansambl Dolanda.
Ansamblimizni, ya'ni maktabimizni qurilgani 2016-yili yanvar oyida qurildi. Qurilgani maqsadi biz bu Uyg'ur milliy maktabini bizning Uyg'ur usullarini babaga yetkazib o'ynash. Ya'ni shu Uyg'ur milliy usullarining tarixi. Ya'ni bularda o'zimizniki kelajak avlodlarimizga shu usullarniki tarixlarini qoldirib ketish degan maqsadda isildi. Albatta, shu yash noktalarni yetishtirish jarayonida shunday deb o'ylaymanki, bu bir usul emas, bu bir madaniyat. Albatta, bu usul o'ynaganda Uyg'ur usullari, Uyg'urlik o'zini Uyg'urlikqa o'ylaganda faxrlanadi. Albatta, avsat maktablarda usul darslar emas, balki Uyg'ur tilini asos o'rgatibsizlar. Birinchidan tilga o'tib ketsak, bu yerda biz birinchidan bu maktabimizda bolalarni biz birinchidan Uyg'ur tiliga o'rgatamiz. Bizning darslarimiz Uyg'ur tilida ma'lum. O'quvchilarimizning o'ynagan usulini ko'rgan vaqtimizda huzurlar, bir xil o'zingizga shunday ishonch bo'ldi deb o'ylayman. Siz Uyg'ur san'atini taraqqiy qilish uchun dars qo'shyapsiz. Menimcha bu hassa kichik hassa emas. Yosh o'smirlarni yetaklash ana tilida bo'lsin, milliy madaniyatimiz bo'lsin. Bu yetaklashni bir cho'ng bo'shliq edi. Durust deysiz. Olmaota shaharga kelgan vaqtimizda albatta bu maktablarni ko'rib biz faxrlandik. Bundan keyin maktablarning qanday planlari bor? Taraqqiyotlari qanday bo'ldi? Endi bizning birinchi bu maktabimizniki birinchi taraqqiyoti Xudoyim bersa keyingi yilda bizniki bu ansamblimizga 5 yil to'laydi. Shu 5 yilga arnalgan biz cho'ng konsertni hozir ishlash jarayonida boshlayapmiz. Yana bo'lsa, yana bizniki qo'ygan bu maktabimizniki bosh plani shu bolalarimizni, ya'ni cho'ng qizlar bo'lsin, kichik go'daklar bo'lsin, dunyoga tanitish. Uyg'urning milliy usulini butkul dunyoga pash etish degan. Albatta, usul orqali Uyg'urniki kimligini shu yerda ko'rsatish shunday bir armonimiz bor. Albatta, Uyg'ur bo'lish sifatimizdan Uyg'urni tunutish orqali yo'llar bo'ldi. Menimcha usul san'ati, madaniyatimiz bilan Uyg'urni tunishtirish bu bir yaxshi bir usul deb o'ylayman. Inshaalloh utuq tilaymiz.
Hanım. Şu ulaq oquvchilarimizni ko'rganda biz shunday his qildikki, millatdan o'tirib bo'lgan o'quvchilarimiz Uyg'ur milliy madaniyatimizni, usul madaniyatimizni tushunibdi. Bununla sizga ko'p rahmat aytaman. Albatta bu o'quvchilarimiz uchun siz faxrlisiz. Bizmi sizdan faxrlimiz, chunki sizda bir ustozim bo'lgani bizning kelgusimizning nihoyatda o'quvchilarimizning yaxshi tarbiya olganini derak berdi. Siz shu o'quvchingizdan faxrlisizmi? Albatta, bunda o'quvchilarga, shunday o'quvchilar ustoz bo'lganimga buncha faxrliman. Ikkinchidan, shunday san'atimizniki yo'nalishiga qo'limni kelgancha ishlayapman, tirishmayman. Albatta bu bir kichik hassa emas, bu cho'ng hassa. Chunki sizlar emas, siz shu nurg'un o'quvchilarimiz uchun milliy madaniyatimizni nihoyatda gullantiryapsiz. Sizni chin ko'ngildan muboraklayman. Ham xalqning nomidan sizga rahmat